Assalomu alaykum, hurmatli g'isht biznesmenlari, Prodan pul chiqaradigan akalar. Sizlarga katta yangiligimiz bor. Bu video barcha izlovchilar uchun juda ham foydali bo'ladi. Oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Oldin bu nima desalang, bu bizni bahorda ishga tushgan karalarimiz, 4 ta kara qilib berganmiz o'zimiz Qo'qondagi zavoddagi. Bu o'sha polni kapitalniy remont qilish uchun chiqqan, bir sezon ishlagan. Kuniga o'rtacha eng kamida 100 ming, bo'lmasa 150 minggacha g'isht qo'ygan bu karalar. Sezon davomida 20 milliondan ortiq g'isht chiqargan mana shu karalarimiz. Biz bu karalarga bitta yangilik qilgandik. Hozir kamdan kam zavodlar buni biladi, kamdan kam foydalanishyapti bundan. Mana shu litiyli akkumulyatordan qo'ydik. Hop, bu akkumulyator haqida qisqacha ma'lumot berilgan bo'lsam, bu o'sha elektromobillarga qo'yiladigan akkumulyator. Bunisi oddiy o'sha o'zimiz kislotali akkumulyator. Bundan nima afzalligi bor desangiz, mana bu kislotali akkumulyatorga zavod 600 ta zaryadlash uchun garantiya beradi. 600 marta zaryadlash uchun maksimal 800 tagacha garantiya beradi bunga. Bundan keyingi turadigan o'rtadagi akkumulyator bor, GLV. GLVga 1000 tadan 1200 tagacha zavod garantiya beradi o'sha zaryaddan foydalanish uchun. Endi bunga qancha garantiya beradi deb o'ylaysizlar? Kommentga yozib ketinglar, hozir aytib o'taman. 500 tami, 1000 tami, 1,5 tami, nima deb o'ylaysizlar? Hop, bu akkumulyatorimizni zavod 5000 marta zaryadlash uchun garantiya beradi. Buni o'zimizda ishlab chiqariladi. Bemalol o'zimga chiqsalang bo'ladi. Sizlar xohlagan amperda, bu faqat bu kara uchun emas, kichkina karalarga ham, har qanaqa karaga qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Narxi ham eng qizig'i mana bu kislotalidan buni yengilroq qilib beriladi bu narxini. Bu har tomonlama vigitli, bu bir sezon ishlasa, bu 5 sezon ishlab berishi mumkin agar to'g'ri foydalansangiz. Qisqacha videomiz mana shu akkumulyator haqida edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu karalarimizni xudo xolasa keyingi 26-yildan polni mana shu akkumulyator bilan chiqadi. Yana ancha-muncha yangiliklar qo'shganmiz, ularni ham qo'llab chiqaramiz xudo xolasa. Keyingi obzorlarda xudo xolasa 26-yilga karani ham ko'rasizlar. Rahmat hammangizga.